O'rta Saroyda joylashgan xonadonimizda bugungi qilingan ishlar. Mana turbalarni o'chirlik qilib suv kolodesiga tashladik. Suvlarni buyoqqa chiqardik. Chashaginni mana bunaqa chuqurida olib berishdi. Gidrozatori yo'q ekan. Men bundan gidrozator yasab oldik. Qilgan ishimiz to'g'rimi, noto'g'rimi izohlarda aytib ketsanglar. Hammaga manfaatli bo'ladi. Bunaqa qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Hali kech bo'lmasdan shu narsani ko'rsatyapman. Ertaga endi davomini qilamiz. Xo'sh. Bular kecha bo'lgan, kecha mana bitta anaqamiz garilamiz isinyapti. Yana bitta murojaat. Do'konchilarimizga bo'lgan murojaat. Iltimos, fittinglarni mamnaq qilib kartochkani kirolab solganda mana rassipnoy bermanglar. Korobka qilib bersanglar juda zo'r bo'ladi. Mana hamma narsa paketda. Mana bularni paketga solib berishmagan xolosda, hozir hammasi paketda. Korobkalari bordir ularni. Makulaturaga topshiravermaylik ha deb. Albatta hazil. Biz bilan kuzatib boringlar. Men qiziq oldimda.